kökleydu nava, Dervişlerde gürleydi nava. Ezelden bar yemiş yemiş, söyüngenni küyleydu nava. Programımızga xush kelibsizlar, yaxshi qadam tasir qilibsizlar. Biz oldi bilan bizning bog'lovchi ustozlarni tanishtirib o'tgan bo'lsak, ataqliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Erkal apandim qarshi olamiz. Ataqliq naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshi olamiz. Aspirant Emragul Abduqodir muallim qarshi olamiz. Bog'lovchi ustozlar xush kelibsizlar. Unda bo'lsa biz hozir parad qo'la vakillarini tanishtirib o'tgan bo'lsak, bugungi oylik sanimizda yulduz bo'lgan mahir qanday mukofotga erishdi bir anglab o'tgan bo'lsak, oylik yulduz bo'lgan mahirimizni Sarxil xalqaro so'lchak shirkati ta'minlagan, Italiyaning Jaspira motori hisoblangan, sovutish qurilmasi butunlay misdan yasalgan, qo'sh temperatura kontrolg'ich hisoblangan Sarxil markasidagi to'nlatqo bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuzning diyarimiz xonim-qizlarning go'zalligi uchun uzluksiz izlanib kelayotgan Shinjang O'snugul so'da shirkati bir mashina bilan mukofotlaydi. Unda bo'lsa, qizg'in alqishlar bilan programmamiz rasmiy boshlab ketgan bo'lsak, programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz marhamat. Atam beni vay harlı keşke Jambu taparmo yar yare arv heyde vay ölüp kesse Canay Kundiye taparmo Yar yerlerde yürüp yar yarey sen beni unuttun mu? Yarey sen beni unuttun mu? Vay yar yarey, vay yar yarey sen beni unuttun mu? Yarey sen beni unuttun mu?
tatmen emdi Yarey kokmay tatmen emdi Vay yar yarey Vay yar yarey kokmay tatmen emdi Yarey kokmay tatmen emdi Vay yar yarey Vay yar yarey kokmay tatmen emdi Yarey kokmay tatmen emdi Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Programmamizga yana bir qatim xush kelibsiz. Rahmat. Aldi bilan o'zingizning davosiga yana bir qatim tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Nava programmasi qatnashgan barliq aziz qarindoshlar, bağlıqçı ustozlar va ekran oldidagi ko'rurman qarindoshlar, hammanglarga Dolan diyarı Makitdan, Abdukim Abdurimdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat. Qarshi olamiz avlikim. Jiddilik bormi? Ha? Aman naqshuqandan chiq jiddilashmagan naqlamdan ma qilgan sal jiddilashib ketib barmaychi. Jiddiylik ketib boramiz. Oylik sonimiz xush kelibsiz. Sizni hamda bizniki tomoshabin do'stlar, shundoqla ko'rurman do'stlar, yoqtirib bilet tashlab qaytirib kelibdi shundaqmi? Ha. Xush bo'lgansiz. Nihoyat xush bo'ldim. Tayyorligingiz shu. Tayyorligim oldin qitim qolganda Ravrus yaxshi. Ravrus yaxshimi? Ha. Shunda dekim turdi. Biroz oylik sonimizda alaydan bir boshsalam shunda yaxshi nomerdan birini kelibsiz. Usulchi qizimizmi shunda chiroyli usul o'ynab berdi. Unda bo'lsa birlikda bog'liq ustozlarning bahosini olib o'taylik. Qayta navasi yanımıza qaytib kelibsiz. Siz Makdol Makitdan. Qashqa Makit nahiya. Siz Dolan ne resmi? Makitdan kelgich naqshini yo'lda tushib qo'yib turpandan bir naqshni keldingizmi? Şu Makitdan kelgandan to'liq Dolan muqam ekildi-ku. Xalq naqshini aşaning Dolan muqamlarini Dolan muqamda jiq ariyalar bor-ku. Nati yaxshi jushqun aholi. Asli men shu nava oylik songa Dolan muqam aytmoqchidim, shu sharoit yar bermayamdi. Mush turpan xalq, hammamiz o'zimizning xalq naqshlar olgan keyin mushni ugunib, mushni aytib chiqay deb. To'g'ri. Endi hammasi bizning xalq naqshlarimiz ku. Uyg'ur xalq naqshi bayat aldıq salman degan tintiqa. Shu rayon arama hammasi Uyg'ur xalq naqshlar deb ataydi deb. Ma turpan naqshni aytdingiz. Men bayat nimamiz qarab o'tiribman. Naqshni tekisiga. Siz turpanliqmi debdi rasmiy. Shunchalik o'xshatdingiz men naqshni-chu, Arokesh naqshini. Turpanliq o'xshashlar. Biroq shivlarni shunda egallab yaxshi aytdingiz. Ovozingiz naydi yo'riqga yaxshi. Naydi jonliq. Tegim turishing. Rahmat. Rahmat Dilshodga. Salam alaykum Abdurim. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Ovozingiz to'g'riliq. Heptilik sandımı to'xtalgan. Bugun yana bir eskartib o'tay. Ovozingiz jarangli, to'g'riba, tarbiyalangan bir ovoz. Rahmat. Bugun navo saknimizda xeyli ko'p aytilgan naqshlardan Arokesh naqshisini aytib kelibsiz. Naqshinimi xeylilar salmoq, temkin aldı yaxshi o'rinladingiz. Usulchi qizimizmi larzon usul harakatlari bilan yaxshi moslashdi. Taklifim saknida yanimi qizg'inroq bo'ling. Saknidagi ma kayfiyat yanimi o'ri bo'lsin. Ma'qul. Omad tilayman. Rahmat. Bog'liq ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda o'savlikim, rahmat aytsangiz. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 1-nomerlik moyirimizni o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 2-nomerlik moyirimizni sahnaga taklif qilamiz. Rahmat.
Keçmesin hiç kimni Yarim keçmesin hiç Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat keldingiz. Sizlar. Avval o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va barliq aziz tomoshabinlar. Yangisar noyilik Naqsul Umgining artisi Ömer Ali Bekir'den hammalarga o'tib salom. Ömer Ali sahnimizga xush kelibsiz. Haftalik sanamiz qatnashgan. Shunda. Nechinchi bosqichga borgandingiz? Eng oxir bosqich borgan. Haftada bir yulduz bosqichiga borgan, lekin yulduz bo'lolmaganman. Ha, yulduz bo'lolmagan. Hech qisi yo'q. Bizniki tomoshabin do'stlar, shundaqlar ko'raman do'stlar. Sizni yoqtirib bilet tashlab qaytirib kelibdi. Shu tomoshabinlarga rahmat aytaman. Rahmat. Bumi yaxshi o'g'ni. Chiroyli naqshingizdan huzurlandik. Rahmat. Hozir aytgan naqshingiz eng ijodiy naqshmi? Men bir melodiyalar tonishdak, bir yerlar ish qilib. Bu pauzi men o'zim bir chala anglablam. Yani şu naqsh qilib olgandim buni. Bir naqshining pauzini anglablam. Shu yerdan azroq o'ylab to'xtamaydi, menda qilsam naqsh oldi ketiblam. Men naqshi paydo bo'ldi shundami? Shunda. Yangisan oylik naqsh söylemekte. Shunda. Bundan burun Navaga o'xshash sahnalarga kelib qatnashib baqqanmi, qatnashmaganmi? Yo'q. Şu o'tganda bir qatnashdim, hozir bir qatnashim tunji. Nava sahnimizga ikkinchi qatim kelishimiz. Ikkinchi qatim kelishim. Bog'liq ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Söymedi eşkin namlıq nakşını icra kıldınız. Nakşını icra kılış jarayonidagi avazınız yaxshi. Özünüzün avaz şaraitiniz şundak yaxshi ki. Nakşı aytishni bildikensiz. Bu nakşı aytishni ba'zilar bor, ovozi bor, lekin nakşı aytishni bilmaslikmi bir mahorat emasdan. Nakşı aytishni bilishning o'zi bir yaxshi bir mahorat. Avazınızdaki nima nakşidagi mazmunni ifodalash jarayonidagi hissiyatınız, yani muzikalik hissiyatınız canlıq bo'ldi. Yaxshi ijro qildingiz. Biroq şu jamiyatda to'g'ri bo'lmagan bir xil naqshi aytish uslubini qabul qilmayman. Sizning naqshingizda şu alomatlarni sal gavdalik ifodalanyapti. Ammo Uyg'urlarning naqshi aytish qonuniyatida ochiq ovozda naqshi aytish. Mesela hiç kim degan so'zni aytdingiz boya. Shuningda hech kim deganni kimni so'zib oxirida emni ulishingiz kerak. Siz hech kim deb bundoq aytsiz. Ovozini tishlabdi. Bu o'zbeklarda ko'proq ifodalandi bu. Mush taraflarda biz o'zimizningki Uyg'ur xalq naqshlarini, Uyg'ur ijodi naqshlarini aytadigan munavvar naqshlarni aytganlar bor. Aşılarını ülgü kılış gerek. Yani bir yaktan siz bazı sözlerini hem de ortak til boyunca ifade kılmadınız. Siz bir sanat tümekinin nakşçısıkensiz, müştereplerine dikkat kılış gerek. Nakşçı özünün avazı bilenle emez, nakşçıdaki mezmununu ifadeleşme emez. Yani bir taraftan Uygur tilini doğru telaffuz kılışını mı başkalarına ögütüş rolü var nakşçılarının için. Muş taraflarını oylaşıp görün. Muş taraflarına dikkat etseniz buldu. Nakşını yaxşı icra kılınız. Rahmet olunuzga. Kepsiz Ömer Ali Bekri. Yani yüz görüştük. Avazınız burunmu degen yıkımlı, küçüba, xilili seknik pişkan avaz. Tanlagan nakşınız mı meyli, qandaq bu pitiştin qati nazar avazınızga düşüptü. Nakşını mı nait, yaxşı etdiniz, nakşı etqandaki nefesini kontrol qilishiniz mı alaydı yaxşı boldu. Sizden şu şarait baken, özünüz nakşısıl ömekinin artistkensiz, onda boğandikin talabni qattiq qo'yamiz. Avaz ilmida bo'lsa davomliq izdining, davomliq o'gining omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi, Ömer Ali. Sizning chiroyli naqshingizga ko'p rahmat. İkinci numaralık mahirimizmi o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 3-numaralık mahirimizdan sahnamizni taklif qilamiz. Nazar salsam cemalınga
nazar salsam cemalınga Perilerinin özüken sen Periler haknıdın çaknap can kar köz Durgan niyen özüken sen Periler haknıdın çaknap can kar köz Durgan niyen özüken sen Küyüp kül bolsun o cismime Fakat men senla değmen Fakat men senla değmen Bu alem hak bu alemde can kar kösün ve sen izleymen Bu alem hak bu alemde can kar kösün ve sen izleymen Üyüm yarı kışda bulsa Tirim ağız yemdidan versem Tirim ağız yemdidan versem Akide bağlıgan yanim Can kar göz kucağın yedi can versem Akide bağlıgan yanim Can kar göz kucağın yedi can versem Kucağın yedi can versem Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sahnimizga xush kelibsiz. Xush buldum, rahmat. Yana bir qaytim. Rahmat. Yana bir qaytim o'zingizni tanishtirib Xo'sh, janag'o'za, assalomu alaykum. Bizdek kelgusi avlodlar uchun jabo chekayotgan jabokash ustozlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar, Qaydu diyardan qadam tashrif qilgan Nur Ali ablimizdan hammangizga 30 salom va eng oliy ehtirom. Ey rahmat. Nurali xush kelibsiz. Rahmat, xush buldum. Qayduning Panduqiya amridan qochib keldingizmi yo o'zingiz turib keldingizmi? Dükkanda chiqdim. O'zi aylanmadi. Nurali ikkimiz mandag'in qilgan kasbdosh, a? To'g'ri, to'g'ri. Bu yil maktab bitadingiz. Maktab bitirish oldida. Bitirish oldi, 6-oyda bitirasiz shundaymi? Ha. Navosahnimiz kelib, haftalik yulduz bo'lgan. To'g'ri, to'g'ri. Mana oylik sonimizga qatnashib o'tiribsiz. Xush bo'lgansiz balkim. Albatta, xush bo'laman endi. Bu fursat mama oson kamidi hamda hammadamga bo'lmaydi ekan bu fursat. Albatta. Chiqib hayojonimni bosamadim, nima ishqa deganda haftalikdimi buncha hayojonlanmagan. Oylik kirganimga emas, hamda bugungi shu oylik son programmaga shu qarshidan anamninki artisi, anamning sonisi qatorliq artistlarni mana madad vagili keldi job ekan. Oy, qarshilamiz. Arkadaşlarınızga merhaba. Şuna size hayacanlamatıman şu anılarım naq maydonda bo'lganligi uchun shunda qo'shib qo'yaman. Shundami? Bugungi apalaringizningki, tuqqanlariningki shunaqla o'zininki ayrimni aytib yaxshi bo'pti. Sizga bir yaxshi bir madad oldu deb o'ylaymiz. Bugungi oylik sonimizda yaxshi natijaga erishishingizga tilakdoshmiz. Rahmat, teşekkür. Unda bo'lsa, haftalik sonimizda siz bilan bir tafsiliy tanishib o'tgan. Boshqa gaplarim demak, bog'liq ustozlarning bahosini olib o'taylik. Assalomu alaykum Nur Ali. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz qayta navo sahnimizga. Ajoyib yaxshi. Aldan qitim haftalik cho'pon bo'lgandingiz. Bu qitim oylik kelibsiz. Shundaq yaxshi bir xalq naqshidan bir ib kelibsiz. Yaxshi o'rildingiz.
hamkorlashuvchilarimiz bilan birga. Endi bu naqshni o'rlashda biroz qiyinlik tarafi bor. O'zingiz buni balki his qilgan bo'lishingiz mumkin. Endi buni ilqi asli aytilgan melodiyasidan keyin boshqa naqshlar aytib buni azroq o'zgartib qo'ygancha. Masalan, aqida bağlagan yaniyem can amığım Kucak edeceğim be sevmey. Ben de mi oldu bu? Bu aşı melodiyası başkaça özgürlük oldu. Özgertmesiniz buluyordum ama ben aytqanda qilib. Ma'qul. Ama lekin ovozunuz her jihatdan yaxshi chiqdi. Yani bir qarang, kiyimingiz shunday xarsizda. Naqsh yaxshi bo'ldi. Kiyim yaxshi bo'ldi. Nima deymiz? Hamma yaxshi bo'lib ketgandek turibsiz. Rahmat. Rahmat Lisetka. Salam Nurali Abdiz. Salam Hoş oğlum. geldiniz. Hoş buldum. Avazınızın burun dep ötken özgüçülüğü var, sada var. Xelila pişkan bir avaz. Naqşını mı xelil tırışıp, asasen mükemmel orulladınız. Sahnedeki kıyafet, keyfiyat, beden tutuş, hem cihet, caydı boldu. Teyximiz zor utuqlan tileymen. Rahmat oğlum, rahmat. Rahmet Emre Gülmalım. Bağlıq ustazlarının bazı köptün köp rahmet. Nurali arama qarşısınız. Ma'qul. 3 numaralı mayırımızın özünüzge naqsını etip etti. Onda olsa kızgın alqıslar bilen 4 numaralı mayırımızın sahneyi teklif qilamiz. Merhamet. Yazda yakan
armonlarga to'ldi yuragim yana yig'lab qoldi yuragim Assalomu alaykum edi. Va alaykum assalom. Sahlimizga yana bir qatim xush kelibsiz. Rahmat, xush Unda bulduk. bo'lsa, sizlar yana bir qatim tanishib o'tgan bo'lsak. Assalomu alaykum bag'alg'ich ustozlar, assalomu alaykum tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum ekran oldidagi barliq qadrdonlar, hammanglarning kechingizlar xayrli bo'lsin. 4-nomerlik Mahir Asiya Ibrohimdan hammanglarga o'tliq salom, rahmat. Ha, Asiyada xush kelibsiz. Haftalik sonimizda haftalik yo'ltuz o'qandingiz, ha? Yurtingiz? Yurtum güzel G'ulji diyorining To'qsaran oyisidan. Hozir nima turibsiz edi? Hozir Urumchi turyapmiz. Urumchi turyapsizlar. Bo'ldi, unda bo'lsa, biz bog'lovchi ustozlarning bahosini olib o'taylik. Salam Asiya Ibrohim. Yana yuz ko'rishdik. Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz oyliq sahnimizga. Ovozingiz tipik ayollar yuqori ovoz turiga tava bo'lgan, liriklik, yiqimliq bir ovoz. Tanlagan naqshingizmi hammamiz shunchalik yoqtirib anglaydigan, nihoyatda yaxshi chiqqan bir ijodiyat naqsha. Zimistondagi so'ygu nomli naqshni etkapsiz. Naqshinimi, naqshidagi muzikalik hissiyotni ifodalashingizmi alohida yaxshi bo'ldi. Xuddi shu o'zingizning naqsh etgandagi holatingiz, o'zingizning kechirmishlarini so'zlayotgandek hammamizga shunchalik bir xil estetik zo'q ato qildi. Sahna kiyimlaringizmi shunchalik yarishimliq, o'zgacha bo'pti. Texmi zo'r utuqlarni tilayman. Rahmat, ma'lum, rahmat. Rahmat. Yuqorida ijro qilgan Zimistondagi so'ygu nomli naqsha ijodkorning haqiqiy chin hissiyotga to'lgan yurak sadosi ekan. Bu muzika, mazmun bir-biriga shundoq moslashgan. Uning ustiga siz bu naqshni nihoyatda qiyomiga yetgan mahoratingiz bilan intayin muvaffaqiyatli ijro qilib berdingiz. Rahmat. Bo'ldi, Asiyada, siz aramaga so'zsiz. 4-nomerlik Mahirimizni o'ziniki naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, qizg'in alqishlar bilan 5-nomerlik Mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Başka münasip oğlan edimiz İcadi emgeknin altın tacı Tak başka münasip oğlan edimiz hayatni söygüçi bir
bir bahar ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sahnimizga xush kelibsiz. Rahmat. O'zingizni bir tanishtirib o'ting oldi bilan. Assalomu alaykum. Nava programmasiga qatnashgan barliq aziz qarindoshlar, ekran oldidagi barliq qandoshlar, qarindoshlar, hammanglarning mushu vaqti xayrli bo'lsin. Men Xinjiang san'at instituti muzik fakulteti muzik o'rindash sata kasbining o'quvchisi O'rkesh Ömer Satardan hammanglarga o'tli salom. O'rkesh, sahnimizga xush kelibsiz. Rahmat. Ta'tillik yulduzimiz o'g'ani. Oylik sonimizga xush kelibsiz. Menda qarasam tayyorligingiz yaxshidek turdi. Yaxshi. Nima uchun biz so'rab baksam bu kiyimni kiyishni o'ylashib qoldingiz? Hamda bu kiyimni kiyishdagi maqsad hamda bu naqsha ya muqom hangida o'zgartirilgan emas. Yoki qadimda qilib qo'ygan naqsha emas. Buni bizning rahmatli G'ajak shoyimiz, ustozimiz Akram Umarkam muzikasini ishlagan. Ustoz yozuvchimiz Rahmonjon Ovud O'zal akamiz she'rini yozgan. Buni tunji qatim sahnaga chiquvchi bizning mening eng hurmatlaydigan ustozlarimdan Emin Yozusin akam chiqqan bu naqshani. Shu chaqda mush kiyimning o'xshash bir qadimiy kiyimdan birini kiyib chiqibdi. Menga shunday yarab hamda yana bir qatim sahnaga chiqish fursati bo'lsa, qanday naqsha aytishni qat'iy nazar, mushta bir naqshini, mushta bir kiyimni kiyman deb niyat qilgan. Kiyimni tikdadingizmi, tayyor oldingizmi? Tikdirdim. Tikdadingizmi? Ha. Bo'ldi, nihoyatda ta'sirli naqshadan birini bizga sovg'a qildingiz. Baliqchi ustozlar nima deydi bir anglab o'taylik. Ha, O'rkesh ukam. Yaxshi kelibsiz, sahnimizga yana qayta. Va, ajoyib yaxshi. Sen bu naqshni shunday yaxshi o'rilding. Chunki O'rkesh naq maydonda aytib hozir. Mikrofonni jo naq maydonda. Endi naq maydonda aytgandan keyin
asıl olduk şu oldu. En azı sahne yoğan, sahnede ma yangıratqularning ovozi bu yoqdan chiqib odamni qo'lini sal buzgan ahvolga chiqadi-ku. Bu ahvollar bizda o'tilgan. Naqshning eng kelik avjisini ko'tarib vaqtida azroq chashli ko'tarilib ketdi ovozi. Muzikadan-chi azroq ko'tarilib ketdi. Onun aldığı naqsh tugaydigan, har bir misol naqsh tugaydigan azroq ko'tarilib turyapti. Anadan başka so'z yo'q. Tekst elish jihatda, hissiyot jihatda, ovoz chiqarish jihatda hamiz. Sen bir satachida naqsh kasbda emas. Bir muzikant turib naqshni o'sha darajada aytmoq bu o'ng'ay emas. Sana utuq tilayman. Rahmat Isetga. 5-numurluq mayer yuqorida Ekemezsenki Mersiye namlıq naqshini yaxshi icra qildingiz. Bo'lib bu naqshining ritmi asta. Endi mazmun doirasi keng bo'lgan, bo'lib muzikalik o'zgarishchan holatda endi yuqori tuvan qismlari yorqin ifodalangan naqsha. Cho'ng bir asar deyishga bo'ldi buni. Endi mushunaq asta tempida ketayotgan naqshini aytmoq intayin tez. Uning ustiga mush naq maydonda oxirgi ovoz qismingizni hisobga olmaganda naqshni yaxshi ijro qildingiz. Bundaq osti tempidagi naqshni aytmoq haqiqatan uni nafas yetkazish kerak. Jiq burmuncha qiyin o'tganlarni talab qildi. Siz yaxshi ijro qildingiz mana. Rahmat. Rahmat. Ba'liq ustozlarning ba'liqiga ko'pdan ko'p rahmat unda bo'lsa. Qolgan mayirlarni sahnaga taklif qilgan bo'lsak. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mayirma o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Faraz qilib boqqan bo'lsanglar, bugungi 5 mayirning ichida zodi qaysi mayirimiz oylik yulduz bo'ldi? To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Shinjong yo'lliq xalqaro sud shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışimliq kostyum bilan mukofotlaymiz. Unda bo'lsa faraz qilib boqqanlar bo'ladi. Ha, menimcha 5-numurluq mayir aylık yıldız bulur dep qarayman. Menimcha 4-numurluq mayer 1-yıldız dep qarayman. Menimcha 1-numurluq mayerni aylık yıldız buldu dep qarayman. Menimcha 3-numurluq mayerni aylık yıldız buldu dep o'ylayman. Menimcha 2-numurluq mayer aylık yıldız buldu dep qarayman. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mayerimizning natijasi kelib chiqish oldi turdi. Kanal yo'tkamaydigan qisqalandagi natijasini birlikda ko'ramiz. Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjong Vaslivot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Qizil kali vitaminli quvvat ichimligi alohida hamkorlashgan yangi navo programmasi. Mana tomoshabin do'stlar, hal qilg'uch bosqich qadam qo'ydik. Unda qo'sa qo'linglarga bilet tashuvchini elib, o'zinglar 5 mayerning ichida qaysi mayerni yoqtirgan bo'lsanglar, shu mayerning raqamini yuqori ovoz to'lab, yoqtirgan mayerlarga bilet tashlashinglar bo'ladi. Unda qo'sa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Kaynonlarga o'rilib natijalarni ko'rib olsanglar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Qayrindaysa bosqichga qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuvanga tushib, ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Haftalik sonimiz qatnashgan chog'da nechinchi bosqichga borgandingiz? Eng oxirgi bosqichga borgan. Eng oxirgi bosqichda naqshingiz aytgan shundami? Lekin yulduz bo'lmagan. Yıldız bulamagandim. Afsus, lekin oylik sonimizda birinchi bosqichdalar siz bilan qo'shilishgan bo'ldik. To'lim afsus. Endi hozir ham shu vaqtdagi bir ko'ngil so'zlaringizni anglab o'tgan bo'lsa. Meningcha bu natija muhim, anchalik muhim emas-ku. Mening shu haftalik qatnashib, yana shu oylik bir qatnash fursatiga erishganim men uchun eng xushallik deb qarayman. Mush munosabatda meni mushunchalik tarbiyalab, bilim berib qilgan o'qituvchi ustozlarimga va ota-onamga cho'nqur rahmatimni aytaman. Bo'ldi. Rahmat abdikim sizga. Bundan keyingi xizmat hayotingizga zo'r natijalar tilaymiz. Teningizga salomatlik tilaymiz. Bo'ldi. Alqishlar bilan abdikimni uzib qo'ygan bo'lsak. Bizning naqshimiz bosqichi nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa ikkinchi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz qayrindashlar. Marhamat.
kimga yoqdi kimning ko'ngli onam benim onam dehech otam dehech do'stim benim onam dehech otam dehech do'stim benim mal dünyanın aşnaları yaş başım şunca şeydaları yaşaşım bunca xevdaları anam dehet atam dehet dostum benim anam dehet atam dehet dostum benim Assalomu alaykum. Sahnimizga xush kelibsiz. Umar Ali oldi bilan siz qayrilsangiz bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, sal oldiga kelaylik. Bo'ldi, bu do'stimning ismi Esenjon. Ha. O'zi Atishdan. Ha. Biz 4 yil oldin kurashgan Qashqarda. Ha. Degan mishada yaxshi bir uchirish olib, ana shu qarindoshlar bosqichiga yana menga yordam qildi. Esenjonga rahmat aytaman. 4 yildan oldida Qashqarda ko'rishgan. 4 yildan keyin Navoiy sahnasida ko'rishdinglar. Yaxshi naqshga, sizmi yaxshi yetib berdingiz. Birlikda biz bog'liq ustozlarning bir bahosini olib o'taylik. Ha, Umar Ali. Night zor qurbonlik berdingiz yo'qmi? Tembir bilan mush naqshiga. Aja tembirni shundoq yaxshi chaldingiz endi. Shuncha tirishchilik, zo'r tirishchilik berdingiz bu naqshiga. Rahmat. Mush naqshni xato tanlab qo'yibsiz. Ovozingiz bek yaxshi, tembirni shunday yaxshi chaldingiz. Lekin mush naqshiga kelganda siz tanlamay qolibsiz. Bo'ldi. Bundan diqqat qilaman. Bo'ldi. Bog'liq ustozlarning bog'liqqa ko'pdan ko'p rahmat unda bo'lsa. Rahmat ustozlar. 2 numurluq mayirimiz o'ziniki qayrilish bilan naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, qizg'in alqishlar bilan 3 numurluq mayirimizni qayrilish bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Tursunaxon, zem quvvatadigan sertigidek. Tiki davamigina ag'ina. Nuraliga hamkorlashib, Navosanisiga chiqibimizda o'ylab hayajonlanib ketib borman degina. O'zimcha. Voy, yana sizlar to'tinglarmi? Elimi yo'ldigagicha Navo deb quloqningni yeb ketishdi. Men Urumchida orqasini qaytib ko'rib qolmay bo'lingizlar. Oila, bu yerda tursak vaqt pek o'tib ketadigan. Tez berib maslahashmaylimi? Chekka bo'lgandikin taxlab maqmamsa. Og'inalar, biz taxlab maqmaychi. Qanday maqmaymiz? Yugurib maqmamdiq. Ma'qul. Yangi Navo! Og'inalar, shortdan shuncha Shamdaram bilan Navo qatnashimiz deb chiqqan edik. Endi Azto'la Navoning maslahatini qilmamdiq. Navo qatnashimiz deb oldirib kelibdik, lekin sahnaga chiqishga beklajib tayyorlik etadi ekan. Hozirgi zamonda cho'lpon bo'lmoqmi taskin emasmi? Sarangning qo'ldan hech chiqmaydi. Tövbe, astag'firullah. Albatta numar o'rindaysan-da, Sarang sahnaga chiqib, yiqib desam bilet beramdiki deb qolgan edim. Hey, og'inilar, men Navodan naqsh aytib beray bo'lmasa, ovozim yaxshi bo'lgandikan. Voy, shu naqshani qo'yg'ila, ozroqmi yengiligi yo'q. Menimcha bo'schi, naqri chalaydi. Navoning sahnasida naqr chilib, u yerdan o't chiqarib o'taylik, o't. Bilamsizlar, yosh vaqtimda naqr chaladigan bo'lsam, to'y to'kinlarda, ni qizlar kaynimdan ping yugurib ketadi deyman. Ota bo'rini, potqanga bajanmagan ekan. Ey, og'illar, men gap qilmasam, meni hech nima qilmaydi deb o'ylab qoldinglarmi nima?
Asli biz bir yerga yig'ilib olmay, o'z oldimizga nomer tayyorlagan bo'lsak, hozirgacha tayyorligimiz bitib bo'lgan bo'ldi. To'xtab turg'ina, Shapurot, bizning bordig'imiz Navoning qarindoshlar bosqichi. Qarindoshlar bosqichi degan o'zaro qarindoshlikni, o'zaro ittifoqlikni talab qiladigan bosqich deyman. Biz faqat hamkorlashib, o'zaro ittifoq bo'lib, birsimizga hamdamda bo'lgandila, ondan oxirgi qalbini qo'lga keltira olamiz. Men qo'shilaman. Nima da'vatsizlar deyman, ha? Meni nog'ircha qilib qo'ymamsizlar? Unda ishinglar bo'lsa, men Navoga qatnashmayman bo'ldi. Berib, ishimni qilaychi. Ketdim ava. Voy, bu ketaman deb ketdi-ku. Og'inlar, men boya degan gapga qo'shilamsizlar, ha? Menda chatoq yo'q. Men qo'shilaman. Menimcha bu bo'g'dak. Undaq bo'lsa bu yerda qarab o'tirib vaqtni o'tkazmay, ishimizni boshlab ketmaydimi, ha? Albatta boshlaymiz. Ma'qul. Qani. Kuch birlikda, ish o'mlikda. Urumchilik ziyostansa qandaq bordi? Navani sürekli izoli qandaq bordi? Birodar, anglasam Navo qadishini ekansan, shundaqmi? Shundaq qilgan. Undaq bo'lsa ziyorat qilib olay, surat tushib olay. Mana. Endi o'zingni vasiyatni o'ndida salondan ko'rgin. Boshlaymiz, xotirlab qo'y. Boshlab ketdik, birodar. O'ng qara, so'l qara, ko'zingni och, og'zingni yum, asta qara. O'zingni birinchi bo'lishiga ishonching bormi, ha? Ishonching bo'lsa degan. Agar birinchi bo'la olsam, birodar, sarxil mukofotlarimiz seni kutib turmoqda. Masalan, Kralg'o televizor mashina. Men emas, og'inam qatnashgan. Og'inam, ha? Shundaq. Xato bo'lib qopti. Undaq bo'lsa uning xaridini bergin, yo'lig'i maqsud. Mush bo'yichaman. Hurmatli xonimlar, afandilar, Yangi Navo programmamizda bugungi sonlar qadam tashrif qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bayatdan beri qarindoshlar hamkorlashib, ovoz berish mahoratini ko'rsatdik. Men aytolay. Munda qarab baqsa, biz o'zimiz bilan bo'lib ketib, bosh qahramonimiz bo'lgan Nuralini unutib qoldik. Nurali? Shundaq, Afg'onistonda ona degan naqshini aytib, butun tomoshabinni ondan qoldirib o'tgancha. O yerda nima qiladi ekan? Mushu fursatda onasiga yurak so'zini deydi ekan. Undaq bo'lsa, sen bu yerda nimaga tursan? O mikrofonni Nuraliga bersin, qandaq dedim ko'pchilik. Ma'qul. Shayxni Nuraliga to'g'rilanglar, tez bo'linglar. Anam mehrigul. Men anamni yaxshi ko'raman. U qaysar, botur ana. O yana mening dadam. Hozir cho'ng bo'ldim. Bu yil 23 yoshga kirdim. Mana bu jarayonda onunga nurg'un qatam azar berdim. Onaning ko'ksi qorni ajoyib kenggan. U menga qandoq yashashni, qandoq odam bo'lishni, qaysi yo'l bilan qandoq menishni o'rgatdi. Onam mening hayotim. O barliqini menga taqdim etdi. O oilada oddiy bir ona, maktabda talabchan ustoz bo'lib, nurg'unlagan qorong'u tillarni yo'ritdi. Mening onamga deydig'inim menga ishining ana. O'g'limiz cho'qim yaramliq odam bo'lib, umidimizni oqlaydi. Cho'qim. Assalomu alaykum yigitlar. Va alaykum assalom. Nəhayət yaxşı bo'lgan bir ovoz berish mahatini o'rindab berdinglar, to'liq xush bo'ldik, to'liq so'yindik, shunday yaxshi huzurlandik. Nurali, unda bo'lsa, shu qiyinchiligingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Xo'sh, unda bo'lsa, shu so'l tarafdagi og'inamdan boshlab tanishtiray. Og'inam Shuhratjon, o'zi Turpandan, bizningki sinfningki, sinf aytamimizga 5. Yigit 5. Yigit 5. Bu yoq og'inam bo'lsa, Zuliyar, o'zi Aqsu Avotdan. Bunu men bilan bir sinfda bir yotoqda, akasibdiki yaxshi bir og'inam. Voy, qarasam. Chatdiki mushu bo'yi hammadan igiz. O'zimni aytqamlashqa og'inam bo'lsa, Yoqubjon, Yerkanda yerdan Yoqubjon bizning sinfda eng yaxshi mushkasibdiki o'quvchilardan biri. Tan tarbiya aytdimi? Assalomu alaykum. Ovoz aytdi. Hammanglar sahnamizga xush kelibsizlar. Xush bulduk. Shunda xush bulduk. Mening o'quvchilik hayotimni aslib qo'ydinglar. 4 yigit chiqib bir sinf o'qiysiz shunda, ha? To'g'ri, bir sinfda. Bir kasbda. Haqiqatan hamda qara uchchonlarning Nuraliga navoiy yaxshi bir yordam bo'libsizlar, qarindoshlar bosqichiga chiqib. Hamda ovoz darsi oldinglar-chi. Mushu ovoz berish qanday bir insonlar kelib qoldi, mush qarindoshlar bosqichiga chiqishga. Hamda bu asli haftalik song'ilam hamda o'ylashgan mushu ovoz berishni nimishqa deganda hamda hozir o'qib
o'qish bitirish oldidagi kasbim doktoriyasachilik bo'lgandan keyin ham 4 yilning yoqi hamda o'qituvchilarim bergan shu bilimlarni joriy qildirib nimani o'rgandim deganni chiqib boqildi oldin qatam hamda vaqt yor bermay qoldi zaman tayyorlik yaxshi bitmay shunga ashabtilik sondan keyinla oylik songa cho'qim achiqimiz buni achiqmasak hamda o'zimizningki mushjatiki ovoz berish jihatiga bir qobiliyatini joriy qildirib mush yangi navo sonida naqshi aytidi to'g'ri qarindoshlar bosqichida usul o'ynaydi hamda bu ovoz berish bek ozg'u deyman jiqlarni berib boqmagan shunga hamda biza o'zgacha yangilik bo'lsin deb bu tomoshabinlarning ko'ngildagidek loyiqidek bo'lmasimi hamda o'rganganimiz shunchalikkan qabul qilaysizlar rahmat Rahmat. Menimcha shunday yaxshi o'tdi. Rahmat. Hamda bir maktab bitamay turib bunchalik bir cho'ng sahnaga bu mahoratni chiqmoqmi oson emas-ku. Bo'ldi. Yaxshi mahorat o'rnida padanglar onda olsa, baliq ustozlarning bolaligini bir anglab o'taylik. Biz davomli shu kino teatrlarni ko'rib, shu xudo shu ekrandagi obraz so'zlayotgandagida amaliyotda sizlar rasmiy parda aqsidagi qahramon kansizmi? Oshunchilar aligini qilib haq to'lamaslaydi. Chunki sizlarning ovozinglar ayadi bor. Butun odam shu ekrandagi kinoning vaqaligi bilan shu Prezidentning obrazi bilan bu ketdi. Shundaqmi? Biz ko'rayotgan kinolarning hammasi chet ellik kinolar emas, hozir til tarjima qilgan. Hozir Uyg'ur til tarjima qilgan ko'ryapmiz. Bu endi mushu navaning mushu mazmuniga, mushu nava sanasining mushu nadimi topqansizlar bu ko'rinishni? Xuddi ashular naqni qo'yatganda amaliyot boshqa narsa o'ynatib bo'lar, boshqa o'ynatib. Aşağıda kanda bunu tapmak yaman ters bu denizli janız degende iş bu. Bu depegil olmaydı malum gelken bunu. Bunu bizim diyem mi gidetmiz cuma. Şahsen ben avaz obrazını aşağı her bir prezidentin obrazını şunçilik geldi doğla. Ma üçüm yaman ki. Siz ma in ahırski rolünü. Ben 22 yaş girdim, apam yaş gördüm degende aço. Yaxşı beydiniz avazını. Açıp alıp siz okşam değil mi bir yeri? Okşam mı kaladı ki? Ama hemen alıp bir aldı yaman kesle. Ya, davamlı tırışanlar cuma. Muştak nadir filmden bir tercüme kılıp çıkarıp duranlar. Sizler Ahmet yer olsun. Rahmet. Rahmet. Sizlerimi aramağa tutsanlar. Rahmet. Qeyrimdaşlar bosqichdagi 3-numurlik mayrimizmi o'ziniki qeyrimdash bilan bo'ldi, asida. Rahmat sizga. Oldingi programmamizga ushurlar shakli orqali qatnashgan ko'rmanligimizning orasidan 2 talalik abonentimizni tanlab chiqamiz. Unda bo'lsa cho'ng ekran nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtsin. Talalik abonentimizning telefon nomeri 135 79 Yangi 97 70 muborak bo'lsin. Sizga ko'ngil so'g'imiz bor. Sizni Shinjang Quttal xalqaro sud shirkati ta'minlagan Al markalı yürüyüşlük istimal mayları bilen mukaffatlayımız mübarek olsun. Ondan sonra çoğun ekrandaki numaralar toxtamasdan yana bir qitim aylansın. Toxtsun. Talalik abonentimizin telefon numara 158 99 Yangi 99 97 mübarek olsun. Sizni Şinjan Yuran xalqaro sud shirkati ta'minlagan jalbkor oliy atirlar bilen mukaffatlayımız mübarek olsun. 4 numaralık mayırımız mı özünki qeyrindaşlar naqsini aytib o'tdi. Onda olsa qizg'in alqishlar bilan 5 numaralık mayırimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Sahnamizga xush kelibsiz. Bir kez oldin bilan qarindoshingizga bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Qarindishim meniki o'tir texnikumdan tortib ta hozirgacha bir yotoqda yetib, bir sinf, bir kasb molimning qo'lida 7 yil, 8 yil men dars o'qib kelayotgan kasbdishim Ahmadjon bo'ldi. Ha, Ahmadjon, qarshi olamiz. Ishqonlar qadinas ekansiz-a? Unda bo'lsa. Odatda mana shu yotoqlarda bo'lsin yoki boshqa joylarda bo'lsin, birlikda chap turadi ekansizlar muzikalarni. Chap turamiz, faoliyatlar o'z bilan mangamiz. Ha, hozir ta'til lekin-a? Ta'til. Unda bo'lsa Ahmadjon nima ketmadingiz yurtda? Yurtga nima uyga nima ketmadingiz deyman. Men musu do'stim Örkeshning shu Nava programmasini qo'llash uchun ketmayim chat qoldim. Ketmay qoldingiz. Nava programmasi tuganki qaytasiz hamda. Ha. Bo'ldi. Nayt yaxshi muzikadan birini o'rnida padanglar unda bo'lsa, ba'zi ustozlarning bir bahasini anglab o'taylik. Ha, Örkesh. Bizning burunqi bosqichimiz o'xshash bo'ldi bu. Birinchisi bizning naqshimiz, ikkinchisi parvoz. Naqsh yetishdan boshqa nima talant bor. Amsin talanti mushu, aynima kasbim mushu, satachilik. Shundaqmi? Tambirmi o'ynatsang-a? Tambir qo'shimcha, duta tambir satabu 3 yezadi, arilmas muzikalar. Cho'qim buni puxtugan chunki sizning kasbim mushu bo'lganligi. Ajab sirlar degan naqsha bu. Ajab. Aytulloh ala aytgan. Ustozimiz ikkimasdan pecha qilgan buni. Pek yaxshi o'rildim. Rahmat. Satanchu, tankash nima hamkorlash uchun yaxshi qildi. Satan shunchalik shu o'lchamlik yaxshi chalding. Rahmat. Endi hozir mayda bo'lgan bizga bergan bir ta'sir. Tankash muzikasini biroz tushunib qo'ydi. Tankash muzikasi qo'yilgandan keyin pauzda. Sata shunday chilingandan keyin tankash muzikasini tartish kerak. Buni repetitsiya qilmoqchilar. Sizchu sata shunday chilingandan keyin tankash muzikasini shart tartish kerak. Shuningda sataning ovozi tepada iniq nima chiqadi? Ifodalanadi chiqadi. Ogum an qo'yiversa sata yana tegidan chiqmasa ablashmaydi. Ilmi iniq chiqdi, lekin tankash muzikasi nisbat aytgan chaqda biroz chiqib qoldi. Repetitsiya qilgan chaqda shu lint qo'yg'uvchi bilan cho'qim kelishilish kerak. To'xta, men ma muzikani qo'ydim. Ammo bilish kerak qo'yayotgan muzikani nima ekan, qayerda sen satani boshlab qayerda to'xtashini bilish kerak. Satani shunday yaxshi chaldi. Amator bo'lsin. Rahmat. Rahmat Lishakka. Unda bo'lsa qolgan mayirlarni sahnaga taklif qilamiz. Tomoshabin do'stlar, yana hal qilg'uch bosqich qadam qo'ydik. Qarindoshlar bosqichilik 4 mayirimizni o'ziga qarindoshlar nomerini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa, qo'lingizga bilet tashishni elib, 4 mayirimizning ichida qaysi mayirimizni yoqtirgan bo'lsanglar, shu mayirimizning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, yoqtirgan mayirga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 3 2 1 Ayda bir yulduz bosqichiga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Kaynonlarga o'rilib, natijalarni ko'rib olsanlar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Tuvanga tushib, keyingi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Musab qo'ygandan keyin cho'qim endi mushuna bo'ladi bu. Mushuna bo'ladi deb kelgansiz bu yerga. Yo'q. Ikkinchi bosqichda mushuna boqalamki debchi? Endi bu so'z o'zimda ketib qoldi endi. Men ish qilib, bugungi fursatni qo'ldan bermaymisha kelib, uydagilar, anam, ocham bilan bugun mushu yaxshi bir go'zal muhitdan uchimiz qang'iz huzur oldik. Bizga eng cho'ng natija mushu bo'ldi. Men cho'qim bog'lovchilarning fikrini yaxshi anglab bo'lgandan keyin men qayta bir Ömer eli Begro'lab kelaman. Bo'ldi. Bizmi is qilib yana bir qatim kelishingizni chin dilimizdan qarshi olamiz. Voy, Ömer eli yana kelibdi deb bag'rimizni kang ichib qarshi olamiz sizni navosatimizga. Bo'lamdi? Rahmat. Bo'ldi, xizmatingizga utuq tilaymiz. Anamızdan tenik salomatlik, ömrüge bereket tilaymiz. Salomat bo'lin.
Bo'ldi unda Ömer Ali. Xo'shlangan bo'ldik. Rahmat. Qizg'in alqishlar bilan Ömer Ali'ni qo'ygan bo'lsak. Siz yaxshi ko'rgan Mahir Navo sahnasidan xo'shlashgan bo'lsa, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib, 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirni Navo sahnamizga yana qaytarib kela olasiz. Tomoshabin do'stlar, mana bizningki qarindoshlar bosqichimiz bu nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda qolsa eng oxirgi bosqich o'tib ketgan bo'lsak, bizning eng oxirgi bosqichimiz oyda bir yulduz. Marhamat. Bir non topsa tam bölüşüp yiyeshmigan beni can tuttu sazlıklarda küçük çilekken azan yığıp kavak gelip yiyeshmigan beni can tuttu sazlıklarda küçük çilekken azan yığıp kavak gelip yiyeshmigan azan yıkan şu dostaniye sığındım bugün. Balilıktın talay deşken şurilandı Bakka kürin kıymetken hurilandı Bakka kürin kıymetken hurilandı Nisbeden stiveli Tuhu kepteni Katlar silip Gök kaynatkan kurilandı Nisbeden stiveli Tuhu kepteni Atlar selim gök kaynatkan kurilandı Bakka kirgen şu dostaniye sığındım bugün Öttü günler, öttü aylar, öttü hüküm yıllar Türkçilik hümü bilen akardı çarşılar Öttü günler, öttü aylar, öttü hüküm yıllar Türkçilik hümü bilen akardı çarşılar Aramızdan kesebri tartıştık
ana judalıkta uzattık bir döküp göz yaşını aramızdan kesabriyen tartıştık ana judalıkta uzattık bir döküp göz yaşını aşu gamsiz balilikni sevdiğimden bugün aşu sevi balilikni sevdiğimden bugün Ötündüm bu kez Yıldızlarga yükündüm bu kez Yağmur bulup töküldüm bu kez Yalnız yaşa yığlama ayağım Soğutmağın süzgenleşimni Bahtsızsın yalnız beşimni Sabrınızsın akan yeşimni Yalnız yaşa yığlama ayağım Güzelliğin özü bir dünya Her gülüm içilmeğen ayağım Özün için bir para yaşa Yalnız yaşa yığlama ayağım Güzelliğin özü bir dünya Her gülüm içilmeğen ayağım Özün için bir para yaşa Yalnız yaşa yığlama ayağım Başlarına bahar gül çatsın İşigimni bir ömür rassın Büşüginge bakıt nur çatsın Yalnız yaşa yığlama ayağım Güzelliğin özü bir dünya Her gülüm içilmeğen ayağım Özün için bir para yaşa Yalnız yaşa yığlama ayağım
vicdan Göz açsam dünyaga Men bulup adem Yaşaysan niçin dep sordu vicdan Çoğun buldum yaşadım Heli yaşkıça Hayatın yolunda davam aşkıça Tapmadım cevap ne Bulgaç bek nadan Tapmadım cevap ne Bulgaç bek nadan Kalbimde bir gülüş Mın bir pişayman Vicdanım soraktın Toxtamaydı hiç Kalbimde bir gülüş Mın bir pişayman Vicdanım soraktın Toxtamaydı hiç Nemede icattı Olmasa tökbem Kızardı Yüzlerim yok halde görkem Yüreğim cevapsız turattı tiptir Yüreğim cevapsız turattı tiptir Yaşay sen için Dep sorsu vicdan Elveten üçün Dep cevap vermem Yaşay sen için Dep sorsu vicdan Elveten üçün Dep cevap vermem Bu yaşaş yolumdur Yanmay men haman Vatan halık üçün Barlığım kurban Bu yaşaş yolumdur yanmay men aman Vatan halık üçün varlığın kurban Bu yaşaş yolumdur yanmay men aman Vatan halık üçün varlığın kurban Bunda olsa bağlıqçı ustazlarının bahasını anlap ötümüz. Balılığa bir nakşın oldunuz. Dutata bir tenkeş. Nayet yaxşı oldu. Lekin bu balılığımni bizning Ferhat Abid bizning kompozitorimiz shu yazgan. Dastlab bu naqshni Sanavar Tursunning inisi Hasanjon aytqandi. Onun kim nurg'un balla aytdi, keyin Abdulla Abdurim aytdi. Dastlab o'sha Hasanjonning aytgani shu o'rnakda shu. Keyin bu aytib sal o'zgarib qoldi. Ana bir tekstda bir yerda sal tun nisbida tutib to'g'u kaptani qatlab silib ko'p qaynatgan ko'rlarimizni qatlab emas, patlab. Patlabmi? Patlab. Pi. To'g'ular kaptani qatlab ko'ra solgan yo'q. Uni patlay degan jo'ngdab qo'shig'i kichkina qerini patlaydi. Qerini tishiga o'rib qaynoq suv silib pichoqlar qirib patlaydi. Shuning o'xshab ashuna qaynoq suv silib jo'ngni patlab qozonga soldi endi. Ovoz bergan ismini bilamsan bo'lmaydi. Qatlab emas patlab. Nisbatan yaxshi bo'ldi. Örkeş Ömer hammamizga tanışlıq bo'lgan bizning ustozimiz Abdurim Yet akımızdan vicdan so'riq namlıq naqshini ep kepsiz. Burun bu naqsha dutlar bilan o'rinlangan bo'lsa, siz bu qitim zamonaviy usulda orkes muzikasini, tankash muzikasini ishlatib bir xil yangi shakl bilan ep kepsiz, bir xil yangicha bo'pti, yangicha tus bilan. Naqshini mo naq maydonda yaxshi nayt moyliqi. Coşkun cengar o'rinladingiz. Mening his qilganim shu. Sal salmoq jihatdan sal ishtirak bo'lib qoldi. Yani azroq tamkinroq bo'lgan bo'lsa, meningcha naqsh texmo badiiy jihatdan yuqori bo'larmiki degan umiddaman. Hammanglarga omad tilayman. 4-numurluq Mahir başdan ahir
yuqori mahorat bilan naqshini yaxshi ijro qildingiz. Uning ustiga qiyofatingiz, kiyim-kechaklaringizmi san'atli, numeringiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Hammanglarga omadlar olsun. Baholıq ustozlarning baholariga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi oylik yulduzimizga ko'ngil so'g'imiz bor. Oylik yulduzimizni Sarqil xalqaro so'd chekishlik ta'minlagan, Italiyaning Jaspira motori satlangan, sovutish qurilmasi butunlay misdan yasalgan, qo'sh temperatura kontrolg'ich satlangan Sarqil markasiga to'nlab bilan mukofotlaymiz. Yillik chempionimizni diyorimiz xonim-qizlarning go'zalligi uchun uzluksiz izlanib kelayotgan Shinjong O'snigul so'd chekish shirkati bir mashina bilan mukofotlaydi. Mushfursatda mening kiyimim ta'minlab kelayotgan Dönkörü Soda bozori 3-qavatga joylashgan Daffari kiyimlarini maxsus etish do'koniga alohida rahmat aytamiz, rahmat sizlarga. Yana mushfursatda Shinjong O'snigul soda chekish shirkati, Shinjong Yo'lliq xalqaro soda chekish shirkati, Xushonliq soda chekish shirkati, Divan oyoq shartisi 4-qavatga joylashgan Muxlisa Gulchilki qatorliq o'rinlarga alohida rahmat aytamiz, rahmat sizlarga. Unda qo'sa programmamizning bosh qismida shu 3 mayirimizni bugungi oylik yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabinlarimiz nada o'tadinglarki, o'rnlardan bir turib bergan bo'lsanglar. Bugungi oylik sonimiz oxirlashish oldi turdi. Zodi kimning oylik yulduz bo'lishi bizga hozircha noma'lum. Biz oldi bilan taratqular vakillarini bugungi mayirlarga nomer berishga taklif qilamiz. Oldi bilan 3-nomerlik mayirimiz Nuraliga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1 10 nomer muborak bo'lsin. Bunda qo'sa 4-nomerlik mayirimiz Osiyadimizga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1 2 3 4 40 nomer muborak bo'lsin. Bunda qo'sa 5-nomerlik mayirimiz O'rkashga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1 2 20 nomer. Taratqular vakillarimiz o'zining nomerini berib o'tdi. Unda bo'lsa, qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yoqtirgan mahirning rat nomerini yuqori ovoz to'lab, yoqtirgan mahirga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda qo'sa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 3 2 1 Mandak ahval yana ko'rildi, ikkinchi qatim ko'rildi ya. Bugungi oylik yulduzlarimiz Osiyadimiz bilan O'rkash muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. To'g'ri parazgan tomoshabinimizni Shinjong Yo'lliq xalqaro so'd chekish shirkati ta'minlagan Yo'lliq markasiga yarishimliq kostyum bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Bunda qo'sa biz bog'liq ustozlarni bugungi 2 oylik yulduzimiz shundaqla Nuraliga mukofot lo'nqillarini shundaqla gul dastalarni 700 berib taklif qilamiz. Marhamat.